Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. O'zbekiston Superligasi o'yinlari Jahon chempionati sababli katta tanaffus olganidan so'ng 16-iyuldan davom etishni boshladi. 12-turning markaziy bahsida Navbahor OKMKga 2-3 hisobida imkoniyatni boy berdi. Uchrashuvning 8-daqiqasidayoq Ruslanbek Jiyanov hisobni ochgan bo'lsa, 20-daqiqada Hazratjon Tursunqulov o'rtadagi muvozanatni tikladi. 31-daqiqada Husayn Norchayevning goli bilan Navbahor birinchi bo'limni g'olib sifatida yakunladi. OKMK hisobni o'zgartirish uchun ko'plab xavfli vaziyatlarni tashkil etdi. Gohida O'tkir Yusupov jamoasi joniga oro kirgan bo'lsa, ba'zi vaziyatlarda omad Mirjalol Qosimov shogirdlaridan yuz o'girayotgan edi. Faqatgina 82-daqiqaga kelib OKMK o'z maqsadiga erishdi. 2 daqiqa avval zaxiradan maydonga tushgan Ali Abdurahmonov Yusupov darvozasini aniq nishonga oldi. Goldan so'ng Navbahor yana bor kuchi bilan oldinga tashlandi va ikkita qulay imkoniyatga ega bo'ldi. Biroq Javohir Ilyosov o'z seyflar bilan jamoasini qutqarish bilan birga 93-daqiqada ajoyib qarshi hujum boshlab berdi. Yana bir zaxiradan maydonga tushgan futbolchi Arixiro Sentoki o'z imkoniyatidan unumli foydalanib OKMK g'alabasini ta'minladi. Ushbu natijadan so'ng Navbahor 12 o'yinda 6 g'alaba, 2 durang va 4 mag'lubiyat qayd etgan holda 20 ochko bilan 4-o'rinda bormoqda. Achinarlisi shundaki, shu 4 mag'lubiyatdan 3tasida Navbahor kambek qurboniga aylangan. Superligadagi ilk mag'lubiyatini Navbahor ikkinchi turdayoq Buxoroga qarshi bahsda qayd etgan. Uchrashuvda 0-1 hisobi qayd etilgan. Buxoroliklar yagona goli 73-daqiqada kiritilgan. Superliga 4-turida esa Navbahor Qo'qon 1912dan navbatdagi mag'lubiyatini qabul qilib oldi. Uchrashuvning 15-daqiqasida Anri Chichinadze hisobni ochgan bo'lsa, 29-daqiqada mezbonlar muvozanatni tiklagan. Qo'qonliklarning g'alaba goli 90-daqiqada kiritilgan. Qo'qondagi mag'lubiyatdan so'ng Navbahor qatorasiga 4 o'yinda g'alaba qozondi. So'ng So'g'diyona bilan durang natija qayd etdi. 10-turda Bunyodkor bilan bahsda yana kambek qurboniga aylandi. Uchrashuvning 2-daqiqasidayoq Shohmalik Komilov hisobni ochgan bo'lsa, 28 va 58-daqiqalarda o'tkazib yuborilgan gollar evaziga 2-1 hisobida mag'lub bo'ldi. Tan olamiz, Temur Kapadze O'zbekistonning ayni vaqtdagi eng kuchli murabbiyi yoki eng kuchlilardan biri hisoblanadi. 12 o'yinda g'alaba foizi 50% ekani va so'nggi daqiqalarda gol o'tkazib yuborish kabilar Navbahorda natija qilish uchun hali ancha ter to'kish kerakligini ko'rsatmoqda. Ayniqsa jamoaning jismoniy va ruhiy holati yaxshilanmasa, yana so'nggi daqiqalarda g'alabalarni raqibga sovg'a qilishi hech gap emas. Shuningdek, Navbahor OKMKga qarshi bahsda jarima maydonchasi ichida shu qadar ko'p imkoniyat berib yubordiki, oxir gol o'tkazmaslikning iloji ham yo'q edi. Navbatdagi bahslarda jamoa safiga yangi qo'shilgan Abdulla Abdullayevning maydonda ko'radigan bo'lsak, himoya markazi ancha tartibga solinishi mumkin. Lekin bu mag'lubiyatlarning yana bir sababi shuki, Navbahor hamon o'z maydoniga qayta olmadi. Namangandagi markaziy stadion chimi yangilanayotgani sababli yil boshidan beri uy o'yinlari Toshkentda o'tkazib kelinmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, aynan OKMKga qarshi bahsda Navbahor o'z uyiga qaytishi kerak edi. Biroq so'nggi kunlarda Navbahor markaziy stadioniga qaytish noma'lum muddatga qoldirildi. Navbahor ochko yo'qotgan o'yinlarning teng yarmida So'g'diyona bilan durang, OKMK va Buxorodan uchralgan mag'lubiyatlarda mezbon sifatida Toshkentdagi Olimpiya stadionida o'tkazgan. Bu tomondan qaralsa, Navbahorning irodasiz bo'lib qolishiga o'z maydonida ham o'ynamayotgani asosiy sabab bo'lishi mumkin. Axir biz doim Navbahorni uy o'yinlarida stadion to'la muxlislar qarshisida ko'rib o'rganib qolganmiz. Hattoki ba'zi yillarda Navbahor o'z maydonida
butun mavsum davomida ham aslo yengilmagan edi. Navbahor o'z maydonida o'ynamayotgani uchun natijalar yomonlashyaptimi? Yoki Temur Kapadze hali jamoani o'z uslubiga moslashtira olmayaptimi? Yoki Kapadze futbolchilarni yetarlicha ruhlantira olmayaptimi? Bu borada siz qanday fikrdasiz? Izohlarda madaniyat bilan o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.